Bu qalay, sizga yoqdimi, yoqmadi? O'zbekiston 12 viloyat qolib, qo'shni davlatlarga muammosiz shuni olib kelib, uni topshiramiz. Tojikistonga yo'lga chiqqanmiz. Xudo xolasa, tamojnidan o'tish arafasidamiz. Shohona variantda qilingan uyga bizni eng shohona variantdagi darvozamiz o'rnaydi. Kuzatib borsanglar, zborkasini qilib, chiroyli obzorni ham joylayman. Bu yoqda bitta garaj eshik, bitta katta darvoza, bitta peshoxodniy eshik bor, yuqori qosh, yon tumbalari bilan. Hozir biz tamojnida turibmiz. Ozgina mana shu hujjatlarni to'ldirgandan keyin o'tib ketamiz. Mana shu akaning uylariga, xudo xolasa, darvozani jiyanni qilib o'rnatamiz. Alijon aka, assalomu alaykum. Darvozani qo'yamiz, zo'r qilib berdi. Xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi kelib oldik mana. Karim ham mana yasagan ustada. Tojikiston xush kelibsizlar. Karim. Bemalol yopamiz, xudo xolasa. Biz obyektga qarab yo'lga chiqdik. Yukimiz mana oldinda. Ot haqida suhbat qilib keldik-da, hozir otga qiziqishim bor. Bu kelsa qaranglar, mana uloq bo'layotgan ekan bu joy. Akalar, qo'shni Tojikistonga Adrasmon degan joyga kelganmiz. Bizning yangi obyektimiz. Xudo xolasa shu joyga o'zimizni shedevr fason Samarqand fason restoran variantdagi darvozamizni gibrid qilib chatishtirganmiz. Yana o'zgacha yangilik bo'lgan. Bu joyda katta darvoza, kichkina eshik, atrofida adnalishga qosh qismlari bilan, bu yoqda esa garaj bo'ladi. Bu joyda ishlagan ustalarni haqiqatan eng zo'rlarini olib kelib ishlatishgan. Trevertin Qashqadaryolik ustalar, patolog qismini Qo'qonlik ustalar, bonus tosh ishlarini yana Xorazmlik, Buxorolik har joydan kelib O'zbekistonning haqiqiy professional ustalari qilishgan. Tom qismlarini haqiqiy Rossiya proyektida namanganlik ustalarimiz olib berishgan ekan. Qo'llar dard ko'rmasin, prosta respekt, ishni yorib olishgan. Men obzorni boshladim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, darvoza, narx, material, uy ichki obzorlari hammasini to'liq qo'yishga harakat qilaman. Qo'shni davlatga olib kelingan Qudobod fason darvozamizni mana olib tushyapmiz hozir. Boshdan tushirish arafasidamiz. Bu yoqda mana qosh qismlarini tushirib qo'ydik. Darvozani eni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metr. Gap yo'q, razmeri qaranglar kattalik. Akalar, mahkam yopishamiz, og'ir, seryozni yo'qman. Darvozani dertskisi. Hali dastoynisi deydimi nima? Bolalar mehnatiga like bostirib oladigan joy edi. Qaranglar, bitta kichkina eshik, lekin necha kishi ko'taradi. Valiga Famikabeda yolg'ondan ish qilinmayapti. Mahkam ko'taringlar. Gigant razmer darvozamiz yon qismlari. Ikkita chekkasi, bu o'rta qismi. O'rtada beton kolonna bor, uni ham biz metal bilan polus yopib olganmiz. Bu qismi alohida tema. Darvozaning yuqorisi qaranglar, uzun. Darvozaning orqa tomoni tekis qilingan. Ustalar mahoratiga alohida +5. 6 qo'yib olsa ham bo'ladi. Mana qaranglar. Chok topolmaydigan darajada ishlangan. Shuncha inson bilan darvozamizni ilib oldik. Hozir Tojikiston Adrasmondan, Namangandan kelgan shu shohona darvozamiz birinchi marta yopilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ishimiz zo'r, nima deysiz? Inomarkalarda yordamga akalar kelishdi. Hozir darvozamizni ko'pchilik bo'lib ko'taramiz. Ehtiyot bo'lamiz, hamma bir-biriga quloq solsin. Boshida yana odam olib keldilar, shuncha odam kuchi yetmadi. Bu yoqda pamika qilganimiz yo'q, mabodo. Biz darvozalarimiz og'irligiga gumon qilganlar bo'lsa, sport bo'lib qo'yaveramiz. Kelinglar, ko'ngilinglar bo'lsa ko'tarib ko'rishinglar mumkin. Biz atayin shuncha odam to'plab ovora qilmaymiz. Bu og'irligi uchun seryozni qaramasak bo'lmaydi. Chunki kimdir mayib qilishi mumkin, bu javobgarligi bor. Hozir mana shuncha odam to'plandi. Men boshida ham 4-5 kishi keldi. Qani ketdik. Shunda kurgum aylanib olamizda, keyin mana shu joyga tiklab olamiz. Davay. Gap yo'q. Eng seryozni joyda ishchi kulminatsion nuqtasi. Hozir shuni amallab joylab olsak, bu yerda hozir 16 ta 18 ta odam bor. Darvoza haqiqatan shohona variant, uyiga partiyaga mos keladigan eng kurtoy variant. Shunaqa vaziyatda 2 sm ga razmer olishda adashilsa, rosa qiynatadi. Yo bitgan trevertini buzish kerak yoki darvozani nimadir qilib sig'dirish kerak emas joyiga. Xudo xolasa razmerda adashmayman, doim ehtiyot bo'lib o'lchab razmerlarda ahamiyat beraman. Haqiqatan razmerni aniq olib qo'yaman-da, qaranglar. Cho'tki tushdi-da. O'zim ham qo'rqib turdim. Откостani olib shu trevertinlarni bitirib qo'yishgan ustakalar. Tushmay qolsa haligi bular mehnatini buzib tashlaymizmi degandim-da. Mana hozir 2 sm zazor tashalgan. Buni orasida ham 2 sm, bu yoqda 1 sm joy qoldirilgan. Haqiqatan respektda razmer olishim yomonman haqiqatan. Shuncha odam bilan og'ir ishimizni yakunlab oldik. Hammalardan Xudo rozi bo'lsin. Chin ko'ngildan yordam berishdi. Gap bo'lishi mumkin emas akalar.
Tojikiston adresmonda katta gigant darvozamiz birinchi marta yopiladi. Qani ketdik bolalar. Bismillah. Egalariga faqat yaxshilikka xizmat qilsin. Endi ishchi chiroyligini ko'rib turibsizlar, like bosib, so'ramasa ham bosib yuborsanglar kerak. Hammaga rahmat. Ro'zachi o'z reklamani o'zi doimo aktiv holatda olib boramiz, lekin shuncha odam yordam bergandan keyin hamma ishimizni ko'rdi, bu isboti bilan shuncha odamga ishimiz ma'qul keldi. Qachondir xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqishadi. Xudo xolasa bundan ham chiroyli qilib berishga aqlimiz yetadi. Bu birinchi darvozamiz, asosiy katta kirish chiqish eshigi. Bu yoqda mana garaj, bu ham o'ziga yarashgan, ikkalasi bir-biriga patmas. Faqat buni atrofida analichka qismlari yo'q. Kichkina nijniy holatda bo'ldi. Kichkina eshigiga ham, katta darvozaga ham o'zingizlar baho berasizlar. Qaranglar, chinor barglari lazer diskida chizilgan, pastda shtampovka tumbalari bor, pastida qo'l mehnatda qilingan tumba qismi. Yuqorida simolali joylari bor. Ustalarning mehnatiga, qilingan ishga, dizayniga alohida fikringizni kommentda qoldirib ketasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Darvozachi doimo ishlarimizni shunaqa chiroyli holatda egalariga topshiramiz. Xalqimizning duosini olib kelmoqdamiz. Aloqaga chiqsanglar, temir bo'yicha barcha ishlarni hal qilib beramiz. Bu videoni temir ishlar bilan yaqinlarga borib qo'ysanglar bo'ladi.